Kunlar ham isib ketdi. Qachongacha bu choyxona, kafelarda o'tirib yuramiz. Dacha-pacha bo'lsa gaplashsak bo'lardi. Haqiqatan. Samo akamni dachalarimi, Rustamnikini yo'q. Ana kuni sizga aytdim-ku, aka, telefoningizga ham tashlab qo'ydim nomerini. O'zi gaplashing. Xumsonnamidi? Soобщениyaga kiring. Mana nomer aytayapsanmi? Dachalik qo'yganing. O'sha tashlaganman. Xumson, bassellari borli dacha. Gaplashib ko'rchi? Ya, o'zi gaplashishni kattamiz. Sizni taniydi aka. Qatdan taniydi meni. Aka, men gaplasha olmayman. Siz kattasiz. O'zingiz gaplashib ko'ring, aka. Siz gaplashavering, biz boramiz, aka. Boramiz deysanlar, nuqul choyxonani ham gaplashishga qo'rqaman, bo'ldi? Ay, muammo yo'q, boramiz aka. Siz kattamiz, siz baribir o'zingiz gaplashsangiz yaxshi. Nuqul qattiq gaplashsam, birin kelib, birin kelmay, nuqul yonimdan tushaman. Ishqib borlaring-da, men gaplashaman, nima bo'lsa bo'ldi. Bor parod qilmalaring-da. Hamma kelasanlarmish qilib, necha kishi keladi? O'shan bilib olish kerak-da. O'sha hamma o'zimiz saqsab. 10 ta bo'lib bor ekanmiz-da. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dacha gaplashmoqchi edik, nomeringizni berishgandi. Plastikingizni tashlab oling, men sizga $100 tashlab yuboraman. Bo'ladi. O'sha kuni borganingizda bolalar bilan yana $100 berib yuboramiz. Alo. Ha, aka. Davay, bu harakat qilmaysanlarmi? Yo'lga tushinglar, endi Abidga yetib borishimiz kerak-ku. Abiddan Abidgacha bo'lgan. Dushanba kuni qaytamiz. Ha, siz borib turing, men ozgina ishlarim bor, o'zim o'taman. Men qanday xarajat qilish kerak? Men u yoqqa $100 o'zi zaklatib berib qo'yganman. Ha, bo'lmasam xarajat qilib o'tiring. Ben yonimdan tushamanmi hozir shunda yana? Nega borganda hammamiz tashiymiz. Ha, bo'pti, borib xarajat qilaman. Borganda olaman. Kechikmasdan borlaring bo'lmasam. दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा Bitta ham yo'zan xarajat qilib kelganman. Yo'q, nima qilaman endi? Ishxonadan chaqirib qoldi. Bormasam bo'lmaydi endi. Bo'pti, mayli. Alo, Afzal? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'sha kuni hamma o'tirganda aytdilaring, dachani siz gaplasha qoling, tanishing, siz gaplashing dedilar. Tanishim emas o'zi, gaplashdim mana. Mana o'sha kuni ko'nglim sezdi, mana bittasi ham kelgani yo'q. Ya ben aytdim-ku, ziyod aytmadimmi? Anaqada ben Jizzaxda tadbir chiqib qoldi, o'sha yerga ketib qoldim-da men. Endi nima bo'lmasa meni ishontirasiz, bittasi ham kelgani yo'q, men hozir bozor qilib qo'yganman. O'sha kuni boraman deb o'ylamanmi men? Kelmaysanmi endi? Ya borolmayman endi, o'zingizlar bemalol anaqa qilinglar. Keyingisiga boraman. Men shu bo'ynimga olishni yomon ko'raman-da. Ya aka, Xudonikka bormasam bo'lmaydi, to'g'ri-chi. Yo'q bo'lib ketmamasam, bilay. Aka. Yo'q. Yaxshilab tuzumsiz? Yaxshimisiz? Charchaysizmi? Sizlarni dachani egasi shekil. Ha, men. Tinchmisiz? Ha, keling. Men kelganim aka, kecha $100 beruvdinglar. Ha, zaklat beruvdim. Ertaga Abidgacha edi. O'sha qolganini bersangiz, men qolganini ham olishga keluvdim. Qarang, bolalarning bittasi ham kelmayapti-da. Shunga o'sha $100 zaklat qolaversin-da, men senga qayta qolayman, ketaverib qolaman. Aka, shu kunga boru nechta odam so'radi, men qo'ymadim mana shu dachaga, to'g'risi-da. Nima qilaylik endi, pulni bering aka.